o'rik shoxlariga qo'ngan qormikan, qo'llaring xinomi yo gulgun chechak, hanuz masrurmisan, baxtiyormisan, Qo'qon bog'larida qolgan kelinchak. O'tgan yili dadam o'tib qolishgandan keyin kim uchun qo'shiq aytaman endi men? Bo'ldi, yig'ishtirdim. Mana shu bog'larni ko'rmasdan turib, ketgim kelmayapti onajon, ketgim kelmayapti onajon. Men yuragim betlab qo'shiq qila olmayapman shu. Sevmasa sevmabdi bir chiroyli qiz, dunyoda qiz kammi onajon, dunyoda qiz kammi onajon. Kimdir sizga yoqaveradi, bu dunyoda men bo'lmasam ham. Ikkita qizim bor. Albatta qizlar bo'lgandan keyin ularning ayasi ham bo'ladi. Sevgi sevgi derkan, sevgi dilni yerkan, sizga mehring berguncha, bizga bag'ring bergan. Ashulachilik to'g'risida o'ylamay ham qo'ydim. Ming kalla boy, ming boydan ko'ra, davlati bor, onasi borning. Qanaqa nohaqliklar uchraydi? Ularni qaysi birini sanab berasiz? Chivinlar, chumchuqlar yurgan jahonda menga joy yo'qmikin onajon? Assalomu alaykum, e'tiboringiz Markaziy Intervyu TV kanali hamda Feruz Muhammad. Xabaringiz bor, 2021-yil fevral oyida, ya'ni bundan 7-8 oy avval vodiyda ijodiy safar bilan mehmon bo'lgan edik. O'sha safar davomida xonanda Rahmatilla Yusupov bilan intervyu qilishni niyat qilgan edik. Buni qarangki, ulardan jonli ijrolarni yozib olib, syomkalarni qilib bo'lganimizdan keyin intervyuga navbat yetib kelganda biz Toshkentga qaytishimiz kerak bo'lib qoldi. Ular ham xizmati chiqib qoldi. Shu bilan intervyu o'z-o'zidan qoldirilgan edi. Lekin Rahmatilla Yusupov o'shanda Xudo xohlasa aynan intervyu uchun Toshkentga boraman deb va'da bergandilar. Mana bugun va nihoyat 7-8 oy vaqt o'tgandan keyin Rahmatilla Yusupov va'daga muvofiq bugun Toshkentga yetib keldilar. Xudo xohlasa yaqin soatlar ichida intervyu bo'lib o'tadi. Ketdik, mana o'zlari ham shu yerdalar. Mana ular mashinalari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Feruzbek, salomatmisiz? Sizni ham ko'radigan kun bor ekan-ku. Taklif deganda va nihoyat. Nasib ijodlar bo'lyaptimi?